Assalomu alaykum, hurmatli sportchilar va murabbiylar. Bugun siz bilan g'oliblar va mag'lublar degan mavzuda o'ziga xos onlayn video dars yozishga qaror qildik. Demak, bu video darsimizda sportchilarning albatta psixologik tayyorgarligini yanada oshirishga qaratilgan eng muhim bilim ko'nikmalarini siz bilan muhokama qilamiz va bunda g'oliblar psixologiyasi va mag'lublar psixologiyasini, ular qanday bo'ladi, qanday xususiyatlarga ega bo'ladi, shu narsani siz bilan ko'rib chiqamiz. Demak, o'zi sizga savol beriladigan bo'lsa, demak, g'oliblikni tanlaysizmi yoki mag'lublikni tanlaysizmi degan savol beriladigan bo'lsa, albatta hammamiz g'oliblikni tanlaymiz. Lekin g'oliblikni tanlaymiz, oxirida beriladigan oltin medalni tanlaymiz, oxirida beriladigan mukofotlarni tanlaymiz. Lekin eng katta xatoyimiz faqat g'oliblikni, oxirgi natijani tanlaymiz xolos va oxirgi natijaga intilamiz xolos. Lekin orada g'oliblikgacha bo'ladigan challengelar, o'ziga xos bir qiyinchiliklar, muammolar, zarbalar, to'siqlarni tanlamaymiz, ularni xohlamaymiz va biz g'olib bo'lishimiz uchun albatta g'oliblikka olib boradigan yo'lni ham tanlashimiz kerak. G'oliblikka olib boradigan tafakkur tarzini, g'oliblikka olib boradigan o'sguchi ongni tanlashimiz kerak. Lekin juda ko'pchiligimizda ongimiz o'ziga xos tarzda, albatta ko'chma ma'noda qulflangan bo'ladi. O'sha ongimizdagi qulflarni qanday ochishimiz mumkin? Qanday qilib o'suvchi ong, rivojlantiruvchi tafakkurga ega bo'lishimiz mumkin? Va psixologiyada Carol Dweck tomonidan asos solingan growth mindset nazariyasi bor, ya'ni rivojlanuvchi ong yoki o'suvchi ong nazariyasi bor. Va unga qarama-qarshi nazariya bu o'smaydigan, bloklangan, qulflangan ong degan ma'nolarni anglatadi. Bu fixed mindset degani. Biz agar fixed mindset bo'ladigan bo'lsa, ya'ni qulflangan ong bo'ladigan bo'lsa, biz hamma narsani xohlashimiz mumkin, lekin o'sha katta natijalarga olib boradigan tafakkur tarziga ega bo'lmaymiz. Agar bizda growth mindset, o'suvchi ong bo'ladigan bo'lsa, biz hamma narsani xohlaymiz va o'sha xohlaydiganlarimizga olib boradigan yo'lni ham qabul qilamiz. O'sha yo'lda kerak bo'ladigan xususiyatlarni ham sekin-sekin o'zimizda shakllantirishimiz, jamlashimiz mumkin. Demak, g'oliblarning psixologik asosiy xususiyatlari. Birinchi navbatda o'ziga ishonch, natijalarga erishishga shubha qilmaydi. Agar siz biror bir katta natijaga erishmoqchi bo'lsangiz, o'sha natijaga erishishingizga to'sqinlik qilayotgan shubhani bartaraf eting. Ikkinchisi motivatsiya. Ichki va tashqi motivatsiya uyg'unligi. Ichki motivatsiya nima? Tashqi motivatsiya nima? Ichki motivatsiya bu sizni qalbingizdagi istaklar, qalbingizdagi qadriyatlar va yonib turgan ichingizdagi shunday bir yong'inlar. Tashqi motivatsiya bu siz erishadigan aytaylik moddiy rag'bat. Va ikkalasi birgalikda ishlashi kerak. Ko'plarda faqat moddiy rag'batga intilishadi, lekin ich-ichidan shu narsani xohlashmaydi, shu narsa zavq bermaydi. Yoki kimlardir moddiy rag'batni xohlamaydi, lekin ich-ichidan shunday zavq bor. Va biz uchun muvaffaqiyatga erishishimiz uchun, g'oliblik tafakkuri shakllanishi uchun har ikkisi muvozanatda bo'lishi kerak. Keyingisi o'z-o'zini tahlil qilish, muvaffaqiyat va kamchiliklarni obyektiv baholash. Biz hammamiz ham o'zimizni tahlil qilmaymiz. Tahlil qilsakkina kamchiliklar ochilib boradi. Tahlil qilsakkina kamchiliklarni tan olamiz. Tahlil qilsakkina biz kamchiliklarni bartaraf etish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Shuning uchun o'zingiz albatta tahlil qiling. Diqqat yoki fokus, e'tiborni maqsadga yo'naltira olish. Biz juda ko'p chalg'iymiz. Ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi darajali narsalarga, vazifalarga chalg'ib qolamiz va odatda bosh maqsadimizga olib boradigan asosiy vazifalarimizni bajarmaymiz yoki dangasalik qilamiz. Dangasaligimiz sababli juda ko'p holatlarda biz chalg'iymiz. Shuning uchun chalg'imaslikka harakat qiling. Chalg'ituvchi omillarni inkor eting, chalg'ituvchi omillarni bloklang, chalg'ituvchi omillarni hammasini yo'qqa chiqaring. Shunda siz maqsadingizga nisbatan tezroq yoki erishish imkoniyatingiz yuqoriroq bo'ladi. G'alaba bu sizning ichki ishonchingiz va mehnatingiz natijasidir. Muhammad Ali. Buyuk bokschi shunday fikrlarni yuritgan. Shundan kelib chiqqan holatda albatta biz o'zimizga ishonishimiz birlamchi, lekin eng asosiysi albatta mehnat.
Mehnat bilan bizni o'zimizga ishonchimiz muvozanatda bo'lishi kerak. Shunday holatlar bor, bizda o'zimizga ishonchimiz haddan oshiq kam yoki haddan oshiq ko'p bo'lishi mumkin o'zimizga ishonchimiz, lekin mehnatimiz kam. Va bu yerda biz qanchalik o'zimizga ishonmaylik, biz o'zimizga bo'lgan ishonchimizni xuddi sharga o'xshab puflab qo'yganga o'xshaymizda. Sun'iy ravishda o'ziga berilgan yuqori ishonch va o'ziga berilgan yuqori baho mehnat bo'lmagan joyda u o'sha bundoq ishirilgan sharga o'xshaydi. U salgina o'sha bitta narsa tegadigan bo'lsa portlab ichidagi havo chiqib ketishi mumkin. Shuning uchun siz qilayotgan mehnat bilan siz o'zingizga beradigan baho va sizni o'zingizga bo'lgan ishonchingiz o'zaro muvozanatda bo'lishi kerak o'rtoqlar. Xo'p, mag'lublarni fikrlashdagi asosiy xatolari. Ular qanday xatolar qilishadi fikrlashda? Birinchi navbatda ular bahona izlashadi. Mag'lublar mag'lubiyat sababini o'zidan emas, tashqi omillardan izlaydi. Ya'ni har doim ular emas, boshqalar aybdor. Har doim ular uchun boshqalar nimadir qilib berish kerak va shart bo'lgan. Lekin ular qilmaganligi uchun mana oqibatda mag'lub bo'lgan va mag'lublarni tafakkur tarzini eng katta xatosi mana shu. Ikkinchisi, qiyinchiliklardan qo'rqish. Qiyin vaziyatlarda ularda motivatsiya yo'qolib qoladi. Qiyinchilikmi bo'ldi, xohlamayman, istamayman, bo'ldi, muvaffaqiyatsizlikni oldindan tan olib qo'yishadi va qiyinchiliklardan qo'rqmaslik kerak. Har qanday qiyinchilik bu o'ziga xos bitta dars yoki xulosa yoki yangi tajriba degani. Har qanday yengib o'tilgan qiyinchilik sizda yangi kuch, yangi g'ayrat va yangi o'ziga ishonch bir pog'onasini hosil qilishni unutmang. O'ziga past baho berish, muvaffaqiyatga erisha olmaslikni oldindan taxmin qilish. Va bu ham mag'lublarning asosiy xatolaridan biri. Ya'ni ular o'zlariga haddan oshiq past baho berishadi va past baho berish inson o'zini hech nimaga qodir emas degan dunyoqarashni yuzaga keltirib qo'yadi. Inson o'zi qila oladigan narsalarni ham qila olmay qoladi, o'zi bilgan narsalarni ham unutib qo'yadi. Sababi o'zini past baholaydi, o'zini hech nimaga qodir emas degan fikrda bo'ladi. O'tgan muvaffaqiyatsizliklarga bog'lanib qolish eng katta xatolardan biri. Bo'ldi, muvaffaqiyatsizlik bo'ldim, o'tdi, ketdi. Undan faqat siz bitta dars va bitta xulosa olishingiz mumkin, boshqa narsa emas. O'sha xatoni qaytarmasligingiz kerakligini o'zingizga aytishingiz kerak bo'ldi. Lekin nima uchun mag'lub bo'ldim? Mag'lub bo'lmasligim kerak edi. Mag'lubiyatim meni muvaffaqiyatsizligim omili. Shu omadsizman, shuning uchun mag'lub bo'ldim degan fikrlarni o'zingizga qayta qo'yavermang. Mag'lubiyatmi bo'ldi, o'tib ketdi, u tarixda qoldi. Tarixdan esa faqat xulosa va dars olish mumkin, boshqa narsa emas. Michael Jordan aytgan, muvaffaqiyatsizlik bu shunchaki muvaffaqiyatga olib boradigan yana bir qadam. Va har qanday muvaffaqiyatsizlikni dars sifatida, o'zingiz uchun o'z ustingizda ishlash uchun bir imkoniyat sifatida qabul qilishingiz kerak. Agar o'sha muvaffaqiyatsizlik bo'lmaganda edi, men o'zim mana shu xatoyimni bilmasdim. Balki mayli Osiyo chempionatida xato qildim, lekin jahon chempionatida bu xatoga yo'l qo'ymayman. Mayli O'zbekiston chempionatida xato qildim, lekin kelayotgan olimpiadada men bu ishni qilmayman degan fikrni yuzaga kelishiga sabab bo'lishi kerak muvaffaqiyatsizliklar va xatolar. Endi g'oliblarni dunyoqarashi nima izlaydi? Odatda ijobiy yechim topishga yo'naltirilgan bo'ladi. G'oliblarning dunyoqarashi. Lekin mag'lublarning dunyoqarashi har doim bahoni izlaydi. Sabab shu. Lekin bahona bilan hech qanday yangi yechimga, o'zgarishga borish qiyin. Endi g'oliblarning dunyoqarashiga ko'ra muvaffaqiyatsizlikka munosabat tajriba sifatida qabul qilinadi. Demak, g'oliblar muvaffaqiyatsizlikmi? Demak, bitta tajribam oshdi. O'zimni tajriba tili sandiqchamga bitta o'ziga xos bir boylikni qo'yib qo'ydim degan fikr bo'ladi. Mag'lublarning dunyoqarashiga ko'ra omadsizlik degan fikr, omadsizlik tamom assalom, bu boshqa narsa emas. Ya'ni ular boshqa narsani ongiga singdira olmaydi-da. Keyingisi g'oliblarning dunyoqarashiga ko'ra maqsadga intilish, aniq va realistik maqsadlar qo'yish. Ular balandparvoz maqsadlar qo'yishmaydi. O'zlarining imkoniyatlaridan kelib chiqqan holatda aniq maqsad qo'yishadi. Mag'lublarning dunyoqarashiga ko'ra har qanday maqsadga intilish xavotir va shubha bilan birgalikda yo'g'rilgan bo'ladi. Ya'ni muntazam ravishda xavotir va shubha bilan yurishadi. Mana shu xavotir va shubha ularni psixologik tayyorgarligiga og'ir zarba bo'ladi. Shuning uchun aniq va realistik maqsad qo'yingda, unga mos ravishda harakat qilavering.
Xo'p, g'oliblarni dunyoqarashi. Intizomga ko'ra doim ular o'z ustida ishlaydi, nazorat qilmasalarda. Lekin mag'lublarni dunyoqarashiga ko'ra ular muntazam ravishda nazoratda bo'lishlari kerak. Nazorat qilinmasa ular ishlamaydi. Shunday sport zalida sportchilarni mana shu xulq-atvoridan kelib chiqib ham shundoq ikkiga bo'lib olsa bo'ladi-da, bular mag'lublar, bular g'oliblar. G'oliblar trener qaramasa ham ishlayveradi. Trener qaramasa ham kuchli zarba beraveradi. Trener qaramasa ham o'zini charchatadigan qanaqadir og'ir mashqlarni qilaveradi. O'zlarini qandaydir atributkalarni qilaveradi. Mag'lublarga har doim trener qarab turish kerak. Har doim ularni nazorat qilib turish kerak. Nimaga qilmayapsan, qilgin degan fikrni aytib turish kerak. Va mana shu mag'lublarni eng katta dunyoqarashdagi xato sanaladi. O'ziga ishonch. G'oliblar har doim ichki motivatsiyaga ega. Ichki motivatsiya bu ichki istak degani. Zavq ola olish degani. Zavqni borligi degani. Mag'lublarning dunyoqarashiga ko'ra har doim nimadir ularga berilish kerak, mukofot berilish kerak, ular maqtalish kerak, ularga har doim yaxshi sharoit yaratilishi kerak va ular har doim tashqi faktorlarni birinchi navbatga qo'yadi. Ichki zavq, xohish degan narsalar ikkinchi darajaga tushib qoladi. G'oliblar stresslarga nisbatan qiyinchiliklardan zavq oladi. Har qanday qiyinchilik ularga zavq beradi. Yanada o'sish, yanada rivojlanish imkoniyatini beradi. Lekin mag'lublarning dunyoqarashiga ko'ra stress bu qiyinchilik va ulardan qochish kerak. Stress go'yoki odamni battar yomon holatga tushiraveradi degan fikr bo'ladi ularda. Xo'p, qanday qilib g'oliblarni mentalitetini, ya'ni tafakkur tarzini shakllantirish mumkin? Birinchisi, fikrlashni o'zgartiring. Har bir muvaffaqiyatsizlikni yangi imkoniyat sifatida o'zingiz uchun qabul qiling. Har qanday muvaffaqiyatsizlik nimadir o'xshamadi, bu siz uchun imkoniyat, o'sha narsani o'xshatish. Siz buni ustida ishlashingiz kerak va uni o'xshatishingiz kerak. Shu bilan siz g'olibga aylanasiz. Maqsadlarni to'g'ri qo'yish, uzoq muddatli va qisqa muddatli maqsadlarni aniq qo'ying. O'zini rivojlantirish, doimiy ravishda bilim va ko'nikmalarni oshirishga harakat qiling. Har kuni nimadir yangi narsa o'rganing. Mag'lublarni asosiy tafakkur tarzi bo'ldi. Men hamma narsani bilaman o'sha, tamom. Men o'zimni pikimga yetib keldim degan fikr bo'ladi-da. Shuning uchun ular o'ziga baho berish so'ralganda 10 dan 10 baho berishadi. Lekin g'oliblar mag'lublardan farqli ravishda har doim o'ziga 10 dan 10 baho bermaydi. 10 dan hech bo'lmasa 8, 9 baho berishadi. Nima uchun? Rivojlanish uchun shunaqa bo'shliq qoldirishadi. Menda nimadir bo'lishi kerak va o'sha narsani albatta takomillashtirishim kerak, rivojlanishim kerak, o'zimni ustimda ishlashim kerak degan fikr bilan, dunyoqarash bilan yashashadi, harakat qilishadi, trenirovka qilishadi. Xo'p, o'ziga ijobiy gapirish, motivatsion so'zlardan foydalaning. O'zingizga o'zingiz motivatsion fikrlarni bering. Har doim ham bizga motivatsiya beradigan odam topilmaydi. Har doim ham bizni qo'llab-quvvatlovchi odam topilmaydi. Ayniqsa kerak paytda. Shunday vaziyatlarda siz o'zingizga o'zingiz qo'lingdan keladi, senga ishonaman, sen qila olasan, sen kuchlisan, sen bardamsan, sen tetiksan, senda quvvat bor, senda fikr bor, senda tafakkur bor. Nima uchun sen qila olmaysan degan motivatsion fikrlarni o'zingizga o'zingiz berishni o'rganing. Shu sizni mag'lubdan g'olibga aylantiradi. Mag'lublarga xos bo'lgan tafakkur tarzidan g'oliblarga xos bo'lgan tafakkur tarziga sizni o'tkazadi. Jismoniy va psixologik tayyorgarlikni uyg'unlashtirish. Juda ko'p sportchilarimiz jismoniy tayyorgarlik yetadi deb o'ylashadi. Yo'q, jismoniy tayyorgarlik zamonaviy bir professional sportda eng asosiy omil emas. Albatta, mental tayyorgarlik, psixologik tayyorgarlik ham muhim ahamiyat kasb etadi. Va asosiy tavsiya etadigan bir mashqlarimizdan biri g'alaba vizualizatsiyasi. Tez siz xohlagan, siz qila olishni xohlagan, siz hayotingizda ro'y berishini xohlagan vaziyatlarni tasavvurda jonlantirib turing. Bu vizualizatsiya mashqi deyiladi. Va vizualizatsiya mashqi ko'zingizni yumib, shunchaki o'zingiz xohlagan g'alabalar, o'xshagan narsalar, hamma narsani ko'z oldingizda tasavvur qiling. Va bu siz xohlayotgan maqsadlarga go'yoki sizni yaqinlashtiradi va bunga bo'lgan ishonchingizni ham oshiradi. Muvaffaqiyatsizliklarni albatta tahlil qiling. Muvaffaqiyatsizliklarni eslang, ulardan faqatgina xulosa chiqaring
va nimani o'zgartirish kerak degan savolni bering. Bu boshqa narsa emas. Nima uchun mag'lub bo'ldim emas. Nimani o'zgartirish kerak? Shunda men keyingi safar g'olib bo'laman degan fikrni o'ylashga harakat qiling. Usain Bolt, mashhur olimpiya rekordchisi, sprinter shunday degan: sizni to'xtatadigan narsa bu faqatgina sizning ongingizdagi chegaralar va bizni qayerdadir dangasalikka, to'xtashga, muvaffaqiyatsiz, o'zini omadsiz his qilishga majbur qilinayotgan narsa hammasi ongimizda va uni yengishimiz kerak. Bu siz. Va siz birinchi navbatda o'zingizni yengadigan bo'lsangiz, o'zingiz dangasaligingizni yengadigan bo'lsangiz, o'zingiz ish yoqmasligingizni yengadigan bo'lsangiz, albatta kuchli sportchilar qatoriga kirasiz. Va affirmatsiyalardan foydalaning. Bu juda ham zo'r, effektiv metod deya olmaymiz, lekin bular bizni holatimizni yaxshilashga, o'zimiz bilan bo'ladigan muloqotimizni yaxshilashga yordam beradi. Jumladan, men muvaffaqiyatga loyiqman, men imkoniyatlarim ko'p, har kuni o'z ustimda ishlayman degan fikrlarni o'zingizga berish orqali siz o'zingizga to'g'ri yo'riqnoma, to'g'ri buyruq berasiz va bu sizga albatta rivojlanish yo'liga chiqib olishingizga yordam beradi. Hurmatli sportchilar, albatta xulosa sizdan va yakuniy fikrlar sifatida sizga o'z ustingizda doimo ishlashni, g'oliblar va mag'lublarga xos bo'lgan dunyoqarashlardan albatta g'oliblarni dunyoqarashlarini tanlash, fikrlash tarzini tanlash hamda g'olib bo'lishga muntazam ravishda chin dildan harakat qilishni tilab qolaman. Siz bilan sport psixologi Akobir Abdullayev bo'ldi. Ijtimoiy tarmoqlarda Instagram, Facebook, YouTube va Telegram tarmoqlarida sport psixolog.uz linki orqali mani qidiring, toping va ijtimoiy tarmoqlarda albatta kuzatib boring. Agar kimgadir sport psixologik yordam kerak bo'ladigan bo'lsa, shu linklar orqali mani topishlari va mani tavsiyalarimni ko'rib, tinglab borishlari mumkin. Agar mana shu video dars siz uchun foydali bo'ladigan bo'lsa, albatta uni qayta ko'ring, chunki bitta ko'rganda siz hamma rivojlantiruvchi tafakkur, growth mindset yoki g'oliblar tafakkuriga xos bo'lgan bilimlarni bittada o'rganib ola olmaysiz, esingizda qolmasligi mumkin. Shuning uchun qayta tahlil qilib, qayta yozib, qayta har bitta berilgan tavsiyani hayotingizda, sportda, trenirovkalarda, musobaqalarda amalga oshirib, siz haqiqiy g'oliblar tafakkurini o'zingizda hosil qilishingiz mumkin. Lekin dangasalik qilib tahlil qilmasangiz, qayta bu videoga qaytmasangiz, yozib tahlil qilmasangiz yoki hayotingizda, trenirovkangizda, musobaqalarda berilgan tavsiyalarni amaliyotga tatbiq etmasangiz, siz ko'rgan video shunchaki sizni vaqtingizni muayyan ma'noda ozgina bo'lsa ham mazmunli o'tkazishga xizmat qilgan navbatdagi bitta video bo'lib qoladi xolos. Bu haqiqiy hayotingizni, karyerangizni, sportchi sifatidagi natijalaringizni ijobiy tomonga o'zgartirishni xohlasangiz, albatta bu videoga bir necha marta qayting. Uni tahlil qilib ko'ring. Iloji bo'lsa kimlar bilandir muhokama qilib ko'ring. Va bu o'ylaymizki, albatta sizda g'oliblar tafakkurini oshirishga, rivojlantirishga xizmat qiladi. E'tiboringiz uchun rahmat.